Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Qalbdən qalbə namlıq proqramımızın 17-ci sanını görüşünlərni qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görmələrimiz, bu mübarək, güzel ay kirişi bilen başlayan bu programımız ta her günü bir tem bilen huzurunladı buluvatımız. Mana haşpeştiyse ikinci yerim ahırlaşı aldı turvatıda. Bu güzel ay içinde kılgan barlıq əməllərimizi Rabbim dərgahıda qabul qılsın dep tileyimiz ve sözlənген barlıq məzmunlardan tegişlik həssimizni elib hayatımızga bir özgürüş elib gələn bolsa, bu bizning ən çox arzuyumuz elbette. Bugünkü temamiz, tünügümüz elanımızda bəgəndək xatarlik, cinayet, gumanxorluq ve g'ayvat degan temasida to'xtalamiz. Bugünkü aziz mehmonimiz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birligi Muavin Reisi, şunaqla Avstraliya vekili hörmətli Abdusalam Alim ustazını təklif qıldıq. Qimmatli vaxtını çıxarıb ziyaretimizi qabul qılğanlığı üçün köpdən köp rahmet etimiz aldı bilen. Sizге rahmet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadirli görmələrimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımızda tarqıtılıb atıdı. Ekranlarda çıxıb durub atqan nümunələr arqılıq programımızga alaqadar fikir təklif berişinlərini ümid qılımız. Şunaqla köplügen qayrindaşlarımızın paydalanışı üçün hem bəhərləb qoyuşuna hem unutmağayslar. Programa kirib kelsek bundan sonra hörmətli ustaz, gumanxorluq ve g'ayvat dedik. G'ayvatga o'tishdan burun gumanxorluq haqida, guman haqida to'xtalsak, hamda insonga ba'zida bo'libmi chet eldagi va nada yashagan bo'lsak, ba'zi shubha qilish, gumon qilishmi, diqqat qilish üçün intayin muhim bir diqqat qilishning usuli deb qaraldi hamda. Biz gumon qilish, shubhalanish haqqimiz yo'qmi degan bir savol insonning zehniga keldi. Shundan başlasak ham. Chunki hamma odamga ishinib yashaga olmaydi. Bo'libmi bugungi davrda. Shuni buni qanday tushunishimiz kerak? Buni biraz oshgan bo'lsa qoldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Doğru, bu sual hakikaten muhim. Çünkü biz yaşavatımız şu bir güman kılış, doğru mu da, hata mı da, adam bir işensen bulan, bunun bir işensen bulan bitkendik dersler bitti. Ama insanlar aslında kaybıktır kötü bir hayatta. Biz mümin, Müslüman böyle sözülen İslam dinimiz bizne birinci kılıp kalbinin sağlam buluşu çağırır kan. Kalbimiz sağlam buluşu. Kalbinin sağlamlığı iman bilen bulup başlanıp, bunu da kalbini iman bilen sağlamlaştığı vakta imanğa zıt keladigan şirk, bozuk aqidelerin hemmesinin hali buluş. Ve şundaqla ahlaki cihette kalbimizi sağlam tutmuş. Demek her qandaq bir adamga to'g'ri mu qarash. Birinci qalb, birinci bu asaslı yol yok. Her qandaq adamga sağlam qarash muhim. Taki şu adamdan bir cinayet yoki iniq bir pokitlik bir narsa oshkor bo'lmagan qadar bu adamning ustida bir xato ayıplab uni yo'q chiqarish yoki uni daqlab o'tadi. Bu bizning hem dinimizning hem siyasetdimi, xalqaro qonunlardimi, hattoki bir odamni jinoyatchi deyishdan burun bunga pokit kirish kerak. Pokit ekilib buning jinoyati muqimlanmagan asosliqcha bu odamni gunohsiz deb qaraladi. Demak, bir odamni undaqmi kim hukm chiqarsa, uni jinoyatchini bekitib o'tgan bo'ladi. Pokit qani? Pokit bilan ish bo'ladi islom deydi. Demak, to'g'ri, bir odam o'zini ehtiyot qilish uchun, birisining xataridan o'zini ehtiyot qilish uchun o'zini daldiga elish, ehtiyot qilish, sezgur bo'lish o'zining haqqi u insonningki, unda qilish albatta. Ammo u o'zini qo'g'daydim debla qarshi tarafga hech qanday bir narsani, pokitni qilmay turibla uningga hujum qilish yoki uni xalq olam oldida rasvo qilish, bu xatarlik bir ish. Shunga Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo gumonxo'rlikdan bizni to'sgan. Ya ayyuha a'udhu billahi shaytonir rojim. Hujurat surasida ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Ey mu'minlar, sizlar gumonxo'rlikdan jonlarni saqlang. Saqlaninglar buni. Chunki ba'zi gumonxo'rlik gunoh qilib bo'lishi mumkin. Ba'zida to'g'ri bo'lishi mumkin. Ba'zida o'zlarini o'ylamagan yerda o'zlarini gunoh qilib. Bu yerda biroqla bütün gumanni Alloh biroqla yo'q. Bu yerdagi narsa o'zing ehtiyot bilan yasha. Agar o'zingdan ansirsan, ehtiyot bilan yasha. Masalan, bu muomala qilishda bo'lsin, bir odam bilan muomala qilmoqchi bo'lsan, kelibla voy, ma tijorat qildi ekan deb bu ahmoqlik. U bir odamning masalan 5 vaqt namoz o'qig'ini ko'rib, ro'za tutganini ko'rib, ba'zi bir yaxshi chiqqanligini ko'ribla,
Sen onunla desmiselip pulun ticaretine nima qilsang, sen o'zing ahmoq bo'lgan bo'lasan. Chunki yoki u odam sog'lom bo'lsa-mu, tijorat qilishni yo'litmaydigan bir odamga sen desmiselip yoki u odamningki u ibodati uning Alloh bilan bandani o'tirishga ish. Ammo uning muomala hayoti boshqacha bo'lishi mumkin. Aldamchi bo'lib qolishi mumkin. Buningda sen ehtiyot qilishing kerak. Ammo uningga sen bir paket bo'lmay turib, uni undaqda deb chiqarib, uni ayiblash, haqorat qilish yoki uni ustidan hukm chiqarish bu xato. Şuna Kur'an'ı o şu surunun başında Allah yine ayetiyor ya eyyuhellezine amenu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Eğer biraz sizlerge bir haberni ekagen bolsa, bir fasık, yani o bir yaxşı sağlam bolmagan bir insan. Fasık degene imanı sağlam bolmagan, ahlak sağlam bolmagan yoki ma'lum bir igizmaslik bir adam bir haberni bir uçurun ekagen bolsa, kirla voy mandaqken depla bunu bunu tekşiriş kerak başında. Bu haber bu usul yeni bir adamninki yüz aburiyga münasebetlik, bir adamning hayotiga münasebetlik yoki bir millatning to'g'ri xatosiga münasebetlik bir ish bo'lsa, boshqalarga münasebetlik bo'lgan, buningda aldirab buni aqlmaslik kerak. Buning bilan ikkidan bir odamning hukm chiqarmaslik kerak. Hozirgi vaziyatda bo'layotgan eng cho'ng fojia, eng cho'ng xatar bu gunoh, eng bu taraqqiy qilib, bu gunohmi taraqqiy qilib ketdi. Gumonxo'rlik gunoh jinoyatimi taraqqiy qilib, cho'ng bir gunohga Günahı kabirge bir gitken yapal bana hazır kalın. Çünkü küçükken bir uçtur hazır tordu birisi hikayesi, hatta ki o adam onu okumasdırlar. Onu tegetekli yetmezdirlar. Kimi övetken adam kandak, menbeyi neme bununki. Tek sürmezdirlar, bırakmam hem dünyalaga, üzümünki grup sıkıptır adamlarga övetip, hatta ki bunu başkalarına yetkisip duyunlar da teşvik kılışları. Bu da haterlik iş. Müslüman bundak bulmaslık gerek. Mü'minin imanı bunu yol koymaslık gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir nimisida bir tushida bir rivoyatda shu ikki farishtalar payg'ambar alayhissalatu vassalamni ilib navdi. Shunlar payg'ambar alayhissalatu vassalam nurg'un o'xshamagan shakldagi azoblanganlarning ahvolini payg'ambar alayhissalom ko'rdi. Bunun işte bir yerga kelganda payg'ambar alayhissalom bir tununing ichida cho'ng bir nimaning ichida o't kuyayotgan. Keyin bir tuyshukdan bir o'tninki anayda kichkina nimasi chiqib, iliki chiqib sırkı çıkan sıra vücuduna bütün etrafı koruşu vardı, ot. Şundan bu ot ondaki içki kayıtıp kırışık kançılık bir bakısını kayıtıp kaydık, kançı tırışken sıra çünkü yuğunap getirdiğini bütün etrafını ot kaplat getirdiğini görüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teəccüblanmadı. Şu perişteden sonra bu nime ahval diyende bu şundak bir adamın ahvali ki o oylamasından bir ağız sözüne. Ağızdan çıkarıldı da o sözünün yenimi söylen bütün dünyadaki etrafı adamlar hemmisi bunun tesiri oturup nurgun kalayma kançılık payda qiladi. Shunlar bu odam o'zining keyin bu so'zini, bu xabarni xato deb qolganligidan keyin ansirab qo'yman buni qaytib qo'ydi, qaytib qolmaydi. Chunki uning shu orqali yetkazgan ziyni yetib bo'lgan. Xo'sh. Mana bu nimadan kelib chiqqan desa, bu gumonxo'rlik. Ko'pincha ishlar gumonxo'rlik. Va mu'min albatta birinchi qalbini sog'lom. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarining ichida bir kun o'tirib nurg'un mu'min qarindoshlarni bilish mumkin. Bir odamning haqida jannatdan bishorat qildi. Başta oturup bugün işitten kirgen bir adam cennet adam. Varsa bir adam taharet edip kul bir kaşisi sakallarını taharet edip çıkan sunum taharet ağal sunum tamçıları da sakal tümüyor taharet mescid ediyordu. Sahabeler hepimiz qarab hayran qilishdi. İkinci gün yine degende yine şu adam kirdi. Ondaki şu sahabeler bir sahabe turup men bu adam bir tek söz zaten nime bu adam düşünçlik dünyada turup bu cennetke girişi iktidan qanday adam bunun nima Allah'lık var. Dep bu adamın neyine bilir, ben bir sizden kışalımı tutsam, ailem biraz işim battı. Mesela bağın dediğin, ya bol keldi uyudu tuttu. Çünkü şunu uyudu tuttu. Bu adamın gözü tuttu. Gündelik hayatını, keçilik hatta ki hemmisi karısı buna da hiç kadar bir yenilik tapmaydı. Karısı başkalarına okşu namazı var. Keçilik bir Allah'a oturup teheccüd kılmayan bir adam. Şuna üçüncü günüsü bu adamın sonra deydi, ben ameliyatta, ben sizden bir başka bir demem yoktu. Ama sizin Peygamber'in iki katım sizin cennetlik kalır o dakikada bir şaret verdiğiniz için ben sizi kızık kaldım. Zaten sizdeki bu Allah'lıkla bilgim kelgan. Siz zaten qanday chiqilasiz? Allohga erkilak nima ish qilasiz sizniki? Ganda men hammalarga o'xshash, mening boshqa Allah'lığım yo'q. Ammo men o'zim biladigan bir ishim mening qalbimda boshqalar qanday bir gumonxo'rlik. Boshqalarga nisbatan mening qalbim shunday saq. Shu qalbni sog'lom bo'lganligi yetarli Allohning oldida. Biz qalbimizni Allohga sog'lom olib olasak yetarli. Shunga bu yerda bir odamning ustun hukm chiqarishda aldanmaslik kerak. Xo'sh. Açık bilen yüzümündeki tashqi ko'rinish tikilmesi muamele qarab bir odamni ya asman ko'taramiz qo'shilib yoki bo'lmasa yanım tikilib ko'taramiz uni ayb.
Doğru. Ama muamele kavaklarımızda, münasibetlerde elbette akıllık buluş, hazara ilaş bazı ahvallardan bu İslam'da yol koyulgan iş. Şu hatta ki muameleden İslam ne deydi? Bir adam bilen muamele kılsan guvahçı guvahçı payda qilish guvahçın bolsun. Yoki yezip qaldığın muamele ne deydi? Bunda deganlik sen onun işlenme deganlik emas. Sen etraflı iş qil deganlik. Bunun sebeplerini joyida qil. Undaki sen ayıp qilma başqa. Şuna bir adamın müminliğe, imanlığa biz ben mümin emas kafir undaq diyemeyiz. Ta ki ondan bir inip küfür sözü onun anlamağı bolsak, münafık olsa onun inip bir münafık bikitilmeyen ahval aslında bir kirip lan bir adamınki bir ağız gibi yakımında yürüyüştürüşe qarab undaq ki mundaq deyip ki demek asan ama onun sen hüccetini çıqaram sen. Doğru. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ki bir sahabe Zeyd radhiyallahu anhu degan nimesi hem nurgun qarindoshlarimiz albatta buni vaqt deb qarayman. Sirat bilgan sahabe qarindoshlarimiz birisini urush maydonida o'ltiradigan vaqtida shahodat etgan. O'ltirib etganligini. Keyin bu xabar Peygamber sallallohu alayhi vasallam vaqtida qanchalik yarim bo'lgan Peygamber. Sen demiş ki şunda shahodat etgan odam o'tgan ya Rasululloh bu o'limdan qo'rqib qildi. Qilishni ko'rganda qo'rqib o'zining aman qilish uchun shahodat etib qalbini yerib ko'rdingmi dedi. Qalbini yerib ko'rdim qayta o'zgalar uchun bu sabit. Taşki men bugun tug'ilmagan bo'lsam ken deb ketgan. Shunchalik o'zgarib ketgan bu. To'g'ri. Ama bizler bazı yangilik qilib qolamiz. Bu mesele hakikaten adamın imanını ölçeydiğen bazı şundaq bir nazik paytlar kelib qoldi. Şu vaqtlarda diqqat qilmasak bo'lmaydi. Çünkü gumonxo'rlik bilan bir ish mumkin chiqib o'tish oqibat o'ylamagan xato natijalarni oqibatini keltiradi. Bunu bir tarafdan o'zimizga tegishli bo'lgan usullarni qilamiz, atrofli qo'yilishimiz, muomalada bo'lmasin, gap so'zda bo'lmasin. Mesela bir odamga sir berish masalasi bor. Ben benim musulmon qarindishlardan hammasini aytib o'tmaysan. Deydigan gap bor, demaydigan gap bor mesela. Sen hamma narsani bir musulmon qarindoshga devat deganlik chiqmaydi undan. Sen musulmonga ishongan deganlik hamma narsani unga ichib berganlik emas. Xo'sh. Çünkü o musulmon bo'lgan bilan o sir saqlay oladigan alohidagi bormi yo'qmi uni tekshirib chiqishing kerak. Bir odamninki uniki namoziga emas, ro'zasiga emas, unga qilgan muomalanga qarab qilishing kerak. Masalan, Umar roziyallohu anhu bir odamning guvohligini qabul qilmagan. Nima ishga desa, u uni bilan muomala qilib boqqan odam emas. Ya billa safar qilib boqqan. Demek adamların normal hayatta birbirinden bilişiş için onun başka nimeler var. Usulları var onun. Bu usulü gelmeyi tutup ve tasfikünle şey karaplan ya on ya sol depla hüküm çıkıyor. Bu bir hatallik. Şuna guman kurluktan tutan diyor. Diye baksa ne merse aldığını eliş. Hoş. Hatalıkın ki sadır bu kılışını aldığını eliş. Ama fetebeyyenu şu ayetin neydi? Fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehale فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sizler bunu tekşürmesenler şunda üstlük egende. O adamın üstüne bir guman yaman gapni qilib qo'ysanlar. Keyincha bu mesele aşkar olup ya o adam hata emasligi ya o xabarninki xatolig'i chiqib qolishi uchun bu vaqtda o'zinglar pushaymon qilasiz. Chunki Allohning bizga ko'rsatgan mehribonligini nima desa, sen o'zingning vayron bo'lishiga o'zing sababchi bo'lib qolma. Ba'zida o tilimizningki ishtigligidan bo'lib qoladi. Ba'zida ashdaq bir odam ustiga guman qiliblar ba'zi gaplarni yoki ularni farq qilib en yaxshi inson sog'lom turishi kerak, boshqalarning ustidan gunoh. Xo'sh. Ko'p rahmat, Rabbim saqlasin haqiqatan. Bugun shu Sura Hujuratning 12-oyati atrofida ma'no o'xshaymiz darsimizda. Yuqorida tilg'alib o'tlamdi. Ko'pincha gunohlar gumondan, ko'pligan gumonlarning ko'pinchisidan yiroq turinglar deb uning keyin inna ba'daz-zanni ismun. Bu gumonning ba'zi jinoyat dedi Rabbimiz. Demak, bu yerdan jinoyat bo'lmaydigan gumon qilishmi bor ekanligini chiqib turdi bizga. Gunoh bo'ladigan gumon bilan gunoh bo'lmaydigan gumondan o'tirishni ayiramiz. Gunoh bo'ladigan gumon bir odamningki xarakteri ustida yoki bir odamningki aybini tepish uchun harakat qilish. Undaqmidi, undaqmidi. Bir adam shaxsiy bir hayotidagi masala. Ba'zan inson degan hech qaysi mukammal emas, hech qaysi mukammal emas. Hammasi gunoh sodir bo'ladi, xatolik sodir bo'ladi. Mesela tetabbu'ul avrat deyiladi Arabchada. Bir odamningki abbesini tepish uchun kirishi bilan shpiyonlik qilib, bir yerini topsam bo'lsa, undan keyin mana topdim deb buni boshqalarga yeyish orqali banda harakat qilish islom emas. Faqat bu ayb. Qandaq bir odam shundaq bir xarakterni o'ziga Alloh saqlasin. Yüzde payda qiladi ekan, boshqalarning aybini ichish uchun harakat qilgan odam bo'lsa, Alloh uni o'zining oilasini aybini ochib
nima qiladi, uni vayron qiladi, rasvo qiladi degan hadis bor. Shunga bu ma shakldagi bu qasa vaqt qiladi. Inna ba'dkum. Shunga ular josuslik qilmaslik, bir-biriniki aybini izlash, uni yomonligini o'ylab chiqish. Bu da bir adamın şahsi bir hayotiga munosabat qilgan narsa. Ammo uningki mesela bir odamningki qilgan bir xatoliklarda boshqalarga ziyon, umumiy ziyon yetib qolgan bunda ahvol bo'lsa, bir sistem bor dunyoda. Masalan, buni taqsim etgan organ bor. Mesela her devletin o'ziga loyiq soqchilari bo'ladi, josuslik organlari bo'ladi. Shu davlatningki shu jamiyatning bexatarligini uchun nima qilingan. Hattoki bir tashkilotning o'ziga loyiq shunday bir narsa bo'lishi kerak. Shu tashkilotning sog'lomligini o'zining qilayotgan havo yo'lini salom ilmi uchun o'zini bir qo'g'daydigan va boshqalarning ziyonidan, zararidan o'zini saqlaydigan bir prinsip, bir yo'l bir bo'lishi kerak. Buni xato degan olmaydi. Chunki sen bu yerda boshqalarni ayblash, boshqalarni yo'q rasvo qilish emas, balki o'zingning sog'lomligini qo'g'dash va shundaqla o'zingning to'g'ri bo'lgan ish harakatini davom qilishiga boshqalarniki to'sqinlik bo'lib qolmasligini oldini olish. Bunda payg'ambar alayhisolatu vassalam Peygamber sahabelerinin hemmesi işençilik, adud, saduq, bunun şek yok. Ehl-i sünnet vel cemaatinin imanı bu bizim prensipimiz. Sahabelerin hemmesini biz okşak hürmetleyiz. Sağlam insanlar Allah bizden peygamber için tayyorlagan şundaq bir şahsiyetni alaylı kişiler. Şularni bu peygamber aleyhissalatu vesselam ma'lum sirlarni demek. Ma'lum sirlarni, ma'lum alaylı işlarni hatta en yakın bo'lgan Abu Bakr Umarla muhmay qilgan ishlar bo'ldi. Mesela bir cihat yoki bir yerga birish ish bo'lsa, peygamber islam Şimalga olmoqchi bo'lsa, biz janubga bir mazmun nima o'tib, shahardan ayrilib, bütün odamlar bilan uzilib bo'lganda undan keyin biz aslan boya qilmayotdik deb undan keyin yo'lini o'zgartirib qo'ydilar. Unda qanligi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishonmaganligi bu. Yo'q, unda emas. Payg'ambar alayhisolamning kishilarga normal hayotni qanday qilib yashash usullari o'rgatdi. Tadbir masalasi. Tadbir og'anlik bu jinoyat emas. Tadbir ilishqi bo'ladi. Ammo bir odamninki shaxsiy hayotining ichiga kirib turib uni faqat uning yuz obro'sini chiqish uchun yo uni rasvo qilish uchun mana shaklda qilish to'g'ri. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi shu oyatning keyinidan "Wala tajassasu va la yaghtab ba'dukum ba'da" degan so'z bor Rabbimizningki. O'sha tintinglash, g'aybat qilish buningki qilmanglar, ya'ni bu shaklda deb bu buyruq qildi. Buni qanday tushunamiz, shuni biroz ochqamasak. Endi josuslik qilmanglar deganning ma'nosi, chunki bu josuslik degan bir-birini ishlatgan tinglash, bir-birining ahvolini egallash orqali uni rasvo qilish, bunda yomon niyatda bo'lgan bunda qilsa, bu chunki nima kelib bordi desa, o'zaro munosabat, musulmonlar jamiyatining qalaymoqlashishiga, bir-biriga bo'lgan ishonchini yo'qolib ketishiga, bir-biriga dushman bo'lishiga sababchi bo'lgan. Bu bizning dinimizda bizga chaqirgan narsa nima desa, biz amal va bir-birimizga yaqinlashish, bir-birimizningki qalbini tushunish, bir-birimizga hurmat qilish, bir-birimizning izzat obro'ni qo'llash uchun harakat qilishimiz kerak. Islom bizni buni chaqirdi. Har qanday bir ish, harakat buni buzishga nima qiladi ekan, bundan hazırlash kerak. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam hattoki muomalada bir odam bir so'zni qilayotgan bo'lsa, ash so'zni buzmaslik payg'ambar alayhisolam uchinchi bir shaxsniki so'zni buzmaslikni payg'ambar buyurgan. Ishkaram so'zni qilayotgan bo'lsa, sen bu so'zni bo'lsa, shularning bo'lgan bo'lmay odam bo'ldi, men ammayman deb ketib qolganda, undan keyin sen uningga baho qo'ysang bo'ladi. La tanajashu, masalan biz $5 degan bo'lsa, 5 lira desa, endi so'timi, yo'q, menga bergin, men 6 lira olaman deb bu so'zni buzish xatarlik ish. Shunga payg'ambar alayhisolam muomaladan boshlab, va la tadabaru va la tanajasu, hattoki to'y nimalardan masalan birisi bir qizga nima qilgan bo'lsa, talab sungan bo'lsa bir oila, u masalan u oila uni qabul qilib yoki uni ayga chiqqanga qadar uchinchi bir taraf bo'lib, yo'q biz talab qilib bizga bir qizimizni yoki meni o'g'limga bergan degandek bunday shaklda o'ttirib bu jinoyat shariati. Xo'sh. Endi buni qanday shaklda qilish josuslik bir-birini tanqid qo'y, va qanday bo'ladi u bunday degandek quruq suollarni paydo qilish orqali undan keyin ba'zi odamlarni sanash orqali ish buzadigan. Ma shaklda bo'lsa bu josuslik uni payg'ambar alayhisalom Qur'oni cheklangan ish payg'ambar alayhisolatu vasallam buncha kelgan. Masalan, bunda josuslik deganda nimaga bordi desa, bir odamning shaxsiy hayotiga ishkillab kirib tajovuz qilish kelib keldi. Masalan, payg'ambar alayhisolam bir kunisi o'ylasa tug'anda birisi ishni oldiga kelib, ishni umasdillar, ash bir tushkunda qarg'anligini payg'ambar alayhisolam isqib qilib, qo'lida bir mixtak bir narsa bor ekan, payg'ambar chekini beshini bunday qilib. Shuni ichiblar, agar men tushdim mixtakdan bo'lsam, menga to'lam kelmaydi, men jinoyat, bu jinoyatga aylanmaydi. Demek ki yerde senin bu işin casusluq.
Yani bazılarda kasten casusluk şekilde mesela kızık şekilde tıdığını vallahi bakıyor. Hoş. Kıvetellerde mesela tamlarının üstünde karab bakıdığan, çıkan yüçüklerden karaydıgan, bu şekildeki işler bu İslam dinimizdeki o zıt işler, bu ahlak ölçümü zıt işler. Hatta bizim dinimizde çağırıp kanda bu casusluk'taki akalli bir şekilde bu yapmaslık için sen bir adamın üyüge verip işkini uğan bolsa pervasın. İşkini hakik pervaz işkinin tarafıga yüzülüp durmay yanına karab durgan degan yol yürüp kaldı. Dinimizde. Çünkü sen işkini udula karabsa işkini şunda da assa udul sen öyünün içinden bulavatkanlığını şu vaqtida bu tabii halatını körüp kalırsa. Belki bu insan bunu yaktırmaydıgan bir ahvallarını sen körüp kılışın mümkün. Yoki bir namahrem uykudan çıkıp kılışın mümkün degende bak bir hata işqa oşundaq tutuluşun üstü sebepçi bu. O sen yanına karab gerek. Bak bu derecede bundaq bir güzel sağlam bir cemiyetni berpa qilish uchun hattoki mushundaq bir ishtimu bu to'g'ri ish qilishninki prinsip ketgan bu dinimiz hakikaten bir hamma odamni hayron qoldiradigan shundaq bir din bu. Şuna casusluqning umumiy yüzde xarakteri bu. Ama ba'zi casusluq bulunmaydigan ish bor. Bu devlet meselesi. Bu devletninki devlet bizninki xalqini qo'llashda. Yoki bir cemaat, o'zining cemaatini Teşkilat yani. bilib bargan tadbirlar bor. Yine tadbir desek bu. Tadbir şekilde onu böyle tekshirib turib, boshqalarning ziynini oldini olish. Yani bu albatta ruxsat emas, ba'zi vojib bo'ladi bundaq. Bundaq tadbir ilishni bilmagan davlat ulanmaydi. Bundaq bir tadbir ilishni bilmagan bir tashkilot yoki bir jamoat ulanmaydi. Çünkü o asıl veyran bo'ladi. Çünkü düşmez mi ağaçlık noktanını sağlayıcıdır. Ama bu ne? Bileşkiler. Şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şəxslər otursidiki bu tınlaş, casusluq qilish, şəxslər oturisi bilan təşkilat və dövlət oturisida asmazun fərq var yani. Çok fark var. Köp rahmet. Endi müşahede ayetning ahirida yana şu Rabbimiz g'aybat qilg'uvchini o'likning go'shini yeguvchiga o'qishdi deydi müşahede. Buni o'qishidagi, o'qitishi haqidagi sabab haqida bir og'iz gap qilgan bo'lsa. Birincisi bu g'aybatni tushunishimiz kerak. G'aybat degan nima desa, bir odamning yo'q yerida uningda bor ayibni, u yaxshi ko'rmaydigan narsani yo'q yerida aytishni g'aybat deydi. Yani Peygamber'den buni g'aybat degan nima? G'aybatni nima qilmoqda? Mushtaq yo'q yerda bir odamning yomon gapini qilish deganda sahobalar turib, uningda shu ayb bo'z shu. Biz degan gapni biz rostchil bo'lsa bir odamni qarg'u deylik masalan. Falana qarg'u deb uni yo'q yer desa, u haqiqiy qarg'u bo'lgan desak bo'lmamdi degani Peygamber sallam shu bari deganligin g'aybat. Agar u yo'q bo'lgan bo'lsa, qarg'u bo'lmagan bo'lsa, u vaqtida uni hurmat qilgan bo'lsa degan. Nima deb? Chunki insonning qalbiga azab sen shu odamni, shu qarg'aning yuziga qarab tursa, qarg'u desang, bu odam qanday his qiladi? Ey gacha yoki mesela gap qilmaydigan odam. Yoki bir paka o'zi paka yoki u semiz degan o'xshash o'sha qiliqi chaqchaq aralash ba'zilarda bu umidishib ketgan bir ishlar bor-ku. Chaqchaq qilib ba'zida bo'ladigan. Kulib o'tkazib o'tadi. Ba'zilar kulib o'tkazayotganda qabla qalbi jarohat bo'lib qolgan. Boshqa mana bunday aziyat qildi-ku deb his qiladi. Buning o'zi shuni yo'q yerda shu gapni qilsam, banasini g'aybat qiladi. Ham shuning jinoyatning qancha ekanligini Alloh Qur'onda shu oyatning davomida buni tushuntirib bunda qilganlik, bir qarindishingning bir musulmonning g'aybatini qilganlik, o'lib ketgan, o'zingning o'lib ketgan qarindishingning go'shini yeganlikla o'xshash. Buni qanday o'xshatganda bu inson eng saskinadigan, tasavvurni qilib bo'lmaydigan bir narsa bu. Qarindishingni ayilib qolsa, qanday qilsa, musibatga yig'laysa, og'ursa, zarlasa, matam tutsa, bu tabiiy narsa. Ammo o'lib ketgan u jasadlarni ishlab uni his qilishni bu inson qilmaydi buni. İnsan qilmaydi, musulmonga albatta qilmaydi. Endi shu narsa o'ylab qol. U qancha ig'ir bir narsa ekanligini sen tasavvur qila olsang, jo'ratda shu g'aybatni shundoq qilishing kerak. Shundoq bir ig'ir jinoyatki, buning nimasi jinoyati, buniki yomonligi xuddi o'zingizga qarindish. O'lib qolgan qarindishning go'shtiga bilan o'xshash. Ya bu o'xshash shaklda Alloh subhanahu va taolo ximo iniq bo'lsin. Yaxshi buni tasavvur qila olsin. Chunki bo'lmasa kishilar oddiy qarab qoladi-ku. Voy uni banasini deb bilim qo'yma. Yuzgimi deyalayman, ba'zida qo'y, men yuzigimi deyalayman shu gapni deydi Alloh. Sen yuziga deyalishing mumkin. Sen shunchalik lo'chi bo'lishing mumkin. Lekin sen yuziga degan vaqtda shu qarindishingning qalbiga sen qanchalik azab berganligingni his qila olasan. Balkim u qarindishing sening yuzingga ey qarindishim magdan ondan ranjitdan deyamaslik mumkin. Balkim sen kuch bo'lishi mumkin. Yoki o'rni cho'ng bo'lishi mumkin. Lekin bu qalbiga shunday bir narsa qildimi? Sen Allah'ın aldığını Hoş.
Endi müşahede nöbeti Şuna bu kelgen gaybat adamni bir adamni gaybat qilgan vaqtida o'zi buni yine bir takabburlik qilib bordi-ku, bir yeri ko'rinishdir. Bir odam gaybat qilgan vaqtida u mundaq de, men undaq emas, men degan mundaq deganga o'xshaydi bir narsa. Takabburlik qilib bir qolsa, u jinoyat ham yo'qoladi. Agar u odamda u narsa bo'lmagan vaqtida qilsak, uni tuhmat qilgan bo'lamiz, tuhmatni jinoyatini hammamiz bilamiz. Islom dinida intayin ig'at gunohi kabirlarning birisi. Xo'sh. Şuna bu xulosali vaqtda hamma odamning eng asosiy vaqti shu qalb masalasi. Qalbimizni sog'lom tutish. Bulukmu başkalarına nispeten boz ayıp görmende o'zingning ayıbını ko'r. O'zingning ayıbını izle. O'zingning usuli to'xtat. Ammo boshqalarning usuli to'xtatish hech kimning haqqi yo'q ki. Bulukmu insondagi ko'rinishi, igiz bakaligi, bo'yi, u shaklga yak shaklning qara aqligi, bu shaklga gapirishi yana bir xatar kelib bordi. U nima desa, Allohning taqdiriga, Allohning yaratishiga rozi bo'lmaganlik qilib bordi masalan. Bu texim xatarlik. Demek bir cinayetinin aldığını anmasa, küçük deb qarab qalsa, uning arkasını yögülüp bununla ergişip kıldıgan cinayetler bir mevcut. Bu ahirinde bu keçirilmeydiğin bir cinayet gelip birisi. Bu nime? El-ucub. Sen üzerine başkalarını yaxşı görüp qalsa, insanın kalbide, müminin kalbide zerreçilik bir peyda olsun budur. Onun dövzakla onun orna cennetine çıkanda hissi bilinmez. Çünkü tekabburluk bu Allah'a has. Müşahede nöbeti kelgenken hem de bunu sorayım şu normalde hem de bizninki şu bazı yurtlarımızda vatanda hem de yani birer yurtdaki hamma odamning degidek bir laqimi va bunda bir xil şekilde hem de odatga aylanib ketgan hech kim anda laqam bilan ismini emas bevosita paloni deb bilan oqisiga qo'shib laqam bilan birga chaqirsa chaqirilg'uchimi uningdan bir aramlık his qilmaydigan kulib chunki qarish bir-birisini shunday laqamlar bilan chaqiradigan bir jamiyatda ma'lum bir jamiyatda odatga aylanib hech kimning ikki yil tarafdan ko'ngli kelmaydigan ishga aylanib ketgan bir ish bo'lsa cho'mdi bu vaqtida bu masalan buning javobi shu oyatninki 5-dagi 11 oyatda Alloh bayon qilgan ya ayyuhallazina amanu yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum ey mu'minlar bir guruh mu'min yana bir guruh mu'minni masxara qilmoqchi qilmoqchi Belki o mesxere kılınğını mesxere kılışın yaxşı bo'lishi mumkin. Ayollarımı ayrım ve la nisa'un min nisa'in asa en yekunna hayran minhunna. Çünkü ayollarımı başka ayollarını mesxere kılmasın çünkü o mesxere kılınğan ayol belki mesxere kılınğan ayolını yaxşı bo'lishi mumkin. Hani bu ayet Kur'an-ı Kerim'in birlam urunda ayollarını ayırıp durup Allah hüküm çıkargan o'xshash mumkin. Ama erlerge ayrım ayollarga ayrım çıkargan bir hükümde bu. Sebebi nima desa? Çünkü Müslümanlar cemiyeti de erler ayrım ayollar ayrım yaşıyor. Hiç kaçan erler bilan ayollar çaqchaqlashib birbirini tushirish masala. Bu mavjud emas. Musulmonlarning jamiyati yo'q. Chunki erlar bilan erlar paranglashadi. Chunki bundaq yerda paranglashgan yerda masala qilinadigan ahvollar bo'lishi mumkin. Ayollarmi ayollar o'zining so'rinlarida bo'ladi, to'y turkumlarda ayollar bo'ladi. Mak u yerda ashta qilib qilish. Allah bunimi to'sqanligini bayon qilib, oxirida wala tanabil alqab. Bir-biringlarni laqab bilan tushamanglar. Chaplamanglar laqab. Endi bu yerdagi laqab emas, buningdan maqsad şu karşı tarafını düşürüş, yüz aburiyini düşürüş, ya ki onun ahanet kılış, ya ki ona hakaret kılış maksat kılıngan lakımның hemmesi çekti. Ama fakat o birinci şartı onun da düşürdüğün nersi bulmasa, yaman karakterlik söz bulmasa. İkincisi onu şu adam üze ubul kılıdığın, narazı bulmaydıgan, şekildeki bir nersi olsa, o vaxtda onu ruhsat. Mesela Peygamber Aleyhisselam Ebu Hureyre'ne atağına zembeden Ebu Hureyre'de bunun asli ismini bildiğin Müslümanlarına ait asıl. Asli ismi Abdurrahman bin Sakhr. Ebu Hureyre çünkü o müşküne aslan bilen oynanışını yaxşı görgen boğaçka Peygamber Şunçalıqının dadığa oxşaş, dadı bizning balası kuyinganda kuyinib ketib barsa müşkə deb Ebu Hureyre degan. Ebu Hureyre bunu şundaq çanlıq bilan qabul qilgan. Undaki başqalarının şundaq deyişine, şunun bilan şu kunye bilan ataşını yaxshi ko'ratdi, shundan nom bilan atalgan. Bütün hadis kitoblarda hech qayerda Abdurrahman bin Sakhr rivoyat qilgan emas, Abu Hurayra rivoyat qilgan deymiz. Hani ma shaklda bo'lsa, deguvchi uni yomon niyatda demasa, anglag'uchi uni qabul qiluvchi uningdan ranjimasa, uni qabul qilsa, rozi bo'lsa, mesela uni qabul qilish qildi. Ikki odam bo'lsa, masalan, Abdusalom yoki mundaq, Abdusalom mundaq deb qilsa, uni ayiblaydigan so'z ishlatmaydi. Yak xutanla qashqaliq deganga o'xshash, yak qashqari xutani deganga o'xshash narsalar qo'shilsin. Yak uni fazilatida go'zal buni ismi go'zal qo'shilgan shakldagi bir narsalar qo'shilgan shaklda bo'lsa, buni ammo bunaqa ba'zi bir ismlar bor.
Tutulanmagan hem de. Lakin onun karşı çıkan sıra tahamu onunla zarbe olunduğun. Şu an cim tuman amal yok. Bunda şekilde yapasa bunu tüketiş gerek. Ama yine bir narsa umumlaşıp kalan bu değişilen bir narsa olur. Umumlaşıp ketiş bir narsani hata narsa. Bu prensip düşünüşümüz gerek. Eğer o hata boğan olsa bütün umum yüzlük halk bunu kullap ketken olsa bu hatadan yenişimiz gerek. Unutuşumuz gerek. Elbette nurgun ahlaki cihetteki nurgun hatalıklar bizning halkımızda bulağlık, büyükkiliklik, kişiler onu kabul kılırlık ama Kur'an hadisinin kurulursa bu hatalıklar, hatalıklar var. Biz onu elbette tepkip, bunun doğrusunu mu, hatasını mu bunu yetkizmiş, halkımızı bunu terbiye ügütüş, bu çok mühim narsa. Hoş. Köp rahmet. Ahırda mı şu ictimai ahlakның mı şu cemiyetki ko'rsatgan ta'siri haqida ikki kelima so'zlab tugatsak programimizni. Ahlak gelsek bu ahlak İslam dininde bu ictimai emas, bütün dinimizde bu ahlak bulmagan yerde din bulmaydı. Bu yerde iman bulmaydı. Hoş. Bir mümin özüne mümin buluş için ahlak buluş gerek. Ahlak bulmagan adam yakışan mümin bulunmaydı. Yani bir cemiyetin sağlam buluş için elbette bu yerde güzel ahlak berbat. Ahlak bulmagan, güzel ahlak bulmagan yerde bütün ahlaksızlık bulur. Gap sözlü bulmasın, şirket bulmasın, muamelede birbirini aldaydıgan, gap sözlerde birbirini hakaret edigan, kullaydıgan, çakçak kılın dep kalaymakan birbirini düşürüdügan, okşugan. Demek bunun da kişiler cemiyette bir xil cemiyetninki sapası yokuludur. Dep qarasak bulur da. Şuna bu ahlak intayin muhim. Hem de bu ahlakımız qanday berpa qilamiz bu cemiyetni. Yani bu ahlakımız demek endi bir ahlak ne derse bu dini ahlakımız. Ben ahlak. Peygamber Aleyhisselam söylediği ahlak. Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamber bu kilişdeki maksat innema bu'istu li utemmime mekarimul ahlak. Ben ahlakni dünyayı mükemmelleştirmek için geldim. Şunun için Peygamber kılıfet ettim. Peygamber Aleyhisselam'ın bütün Mekke'deki hayatı olsun emmesi güzel ahlaklar sıyıqılgan. Bütün ibadet kısımları bayan kılıştı bunun ahlak Peygamber Aleyhisselam'ın birinci de ibadetin bunun ahlak buyurulganda. Kişilerge yaxşı muamele qilish, ata-onaga yaxshilik qilish, shu vaqtdagi nachar illatlar qizlarni tutmaydigan ish, qimmatlarni haqqiga tajovuz qilmaslik degan iborat, rost so'zlash, yolg'on so'zlamaslik degan iborat shu axloq darsida aslida 13-chi payg'ambar samoyati e'tiqod bilan axloq bo'lib kelgan. Undan keyin davomida albatta axloq davom qilib kelgan. Shunga bizning dinimizningki bu axloq bo'lgan nimasi ahamiyati intayin zo'r. Yani şu bunu cemiyetimizde bununki ahlaksızlıkның kilasını beklemen. Bu yaman nersi degen adette bir pakiz suğa, birkaç suğa kiçikgina naçar yoki bir paskina bir temetin paskina su'lasa aşu bir qazan suni paskina qo'ydi. Şuna ahlaksızlık nersining ta'siri nadu. Ama ahlakning saqlash va uni umumlashtirishga bir japa jarayon ketadigan ish. Şuna bu cemiyetimizdagi ahlakni taraqqiy qildirish uchun burun biz yana o'zimizdagi bir kişilik hayotimizdagi ahlakimiz var. Ondan keyin ailemiz, balalarimizdagi ahlakka naid etmekimiz gerek. Şu balalarımızga en aqallisi mesela salam berishni en aqallisi bir-birini ko'rganda uyda ailede kirganda cho'g'darlar uy kiz assalomu alaykum deb kirgandan keyin ballarga alaykum assalom deb chiqib yoki va alaykum assalom deyish. Hatto tamoq yegan vaqtida ballarga masalan tamoqni qanday yeyishni usullari, o'ng qo'l bilan yeyish, oldin yeyish, qarish taraflikni bilmaslik, bismillah deb yeyish, duo bilan tugutish degan shu kichik narsalardan boshlanib mesela umurdan kirganda hozirgina qanday qilish, bu gaplarni taqilimiz. Cho'ng axloq usulida to'xtalamiz. Ammo bu kichik yalakaga vaqtida bu pokizlikdan iborat aile münasebette gap sözlerde, bu çoğunlarının küçükler gap qavaqda mehribonlik bilan gap qilish, kichiklarning çoğunlarga gap qavaqda hurmat bilan gap qilish, iborat bu nuqtada. O'shundan taraqqiy qilgan vaqtida undagi bu jamiyatga chiqdi. Jamiyat biroqlan bir axloqni o'lchab, bugundan boshlab ma'ni qilayli deyishni axloq o'lcham bo'lib qolmaydi. Bu bir nuqtadan boshlanish kerak. U kimdan? O'zimizdan, ailemizdan, undagi do'stlarimiz ichida, qo'shnilarimizda Ayrıca bununki namunesine, bunun neticesinde biz umumi cemiyeti kuruşa başlayız. Elbette ahlakı güzel olan cemiyet hem başkalar tarafından mu yaxşı kurulduğun, en mühimi Allah yaxşı kurduğun bir cemiyet. Ama namazları okuyan bukan bilen, azalları tağlık meşrileri, münaları yaxşı çıkıvatkan bilen ya ki, ruzu zakatlarının faaliyetleri ziyade kılınıvatkan bolsun mu, lekin ahlak yaxşı bulmaydıkken, bununki bu delaqı belki yaxshi o'qishchi bo'lmasligi mumkin. Oltin yoki oltin zanjir yoki guhar qo'yilgan bir narsa u insonga yarashadi.
Qızlarga yarışıdır. Onun boyunu hesap koysa. Bulup kılar. Ama onu ekip bir hayvanға töngüz hesap koysa yarışmağa okşayır. Biz imanımız ve şunca güzel, ahlakımızı mı şundak güzel kılmışsak vaqtda bu hem Allah aldıda hem cemiyet hem halkımız hem yüzümüzün aldıda bu doğru netice bilmeydiğin iş. Çünkü bu ictimai ahlakdaki cemiyetki ko'rsatgan pek zor. Hem de hazır bu cemiyet ictimai cemiyet yok. Faqat bir rayonni qaramasligimiz kerak. Masalan bir İstanbul demasligimiz kerak. Yoki Zaytunburni yoki Safakoy demasligimiz kerak. Hazır cemiyet mümkünse umumiy dünya bir cemiyet. Bu nuqtadan qarashimiz kerak. Mening mishari qilayotgan mening axloqiy o'rnakim, men qilayotgan ishim 1 minut bir sekundda hozir Amerikacha hamma yerda bilinib turdi masalan. Kichkina bir qolsa bu dunyoga tarib ketdi. Demak, men buni faqat o'zimning yashayotgan rayondagilar o'zimning ahvolimni butun umumyuzlik dunyoda mendan yomon narsa boshqalarga bormasin. Demak, masalan, mushtor dunyosidagi o'zimniki ish faoliyatlarimda buningdagi axloqiy o'lchamga rioya qilishim kerak. Boshqalarga masalan tanqid qilish haqqim bor, lekin tillash haqqim yo'q. Qarish fikr berish haqqim bor, lekin uni boshqalarni haqorat qilib, qayg'asini qilgan hech kimning haqqi yo'q. Bu haqni Allah hech kimga bermagan. Allah bizga buni boshqalarni tillash uchun bergan til emas bu. Allohni tasbih aytish, Allohni ulug'lash, Alloh buyurgan amallarni qilish va musulmonlarga va boshqalarga yaxshi so'zlarni qilish uchun bergan til bu. Shunga Payg'ambar alayhisolatu vasallam degan, o'sha tilingni kontrol qil degan. Tilingni kontrol qilsang, sen qalbi qilasan. Qur'onda Alloh deydi: "Va qulu lin-nasi husna." Sizlar insonlarga yaxshi gap qilinglar deydi. Chiroyli gap qilinglar. Ya'ni nas degan so'z yer musulmonlar emas, kafir, hammasi o'rtaq bütün insonlar. Biz usulumuzda, diniy usulumuzda bizga dinimizda bizga gap qilish o'rgatgan dinimiz, Qur'onimiz bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallam go'zal axloqlari bor. Shuning hammasida mushuni. U palani undaq deb tilishlar ish bo'lmaydi. Herkes yaxshi natija bermaydi. Tillanishga haqli insonlar bor, o'z loyiqida Alloh tillagan insonlar ularni bizni tillaymiz. Alloh la'nat qilgan insonlar biz la'nat aytamiz. Ammo normal muomalada, normal munosabatda, normal gap qilishimizda buni o'zaro qarindoshlarimiz bilan umuman o'xshash bir tilni so'zlaydigan, o'xshash bir dinga e'tiqod qilgan qarindoshlarimizni ma'lum ixtilof ko'ra undaq deb ayıplash, bunda axloq chekidan, axloq sinimidan chiqib ketdi. Bu haqiqatan xatarli ish. Allah hemmimizni aman qilsin. Amin, amin. Köpten rahmetine ayeti güzel içbeli Allah razı olsun. İnşallah bunun tegishlik manfaat ilişki hemmimizin yasar olsun rahmetine. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib 17-sonimiz müşahada oxirlashdi. Bugunmi yana shu bugungi temamizmi jamiyatdagi shu ijtimoiy kasalliklardan birini to'xtalgan bo'ldik. Rabbim haqiqatan bundaq bir kasalga mubtalo bo'lib qolish, bundaq bir jinoyatga tushib qolishni hammamizni saqlasin. Haqiqatan insonni o'ylantirmay qolmaydi. Yuqorida ustozimiz so'zlab o'tdi. Alemlarning Rabbi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo o'zining eng suyumlik, butun payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan, o'zining habibi bo'lgan eng suyumlik payg'ambarini Ümmesi Rasulullah en takvati, en kahraman, en şicaatlikti. Lekin Kur'an'da Resulünün şu suyumluk peygamberinin nim bilen sübetli dese ve inneke la'ala hulukin azim. Hakikaten sen peygamberim deydi. En güzel, acayip güzel, büyük bir ahlak ikisisin sen deydi. Peygamberini bu alahide sübet bilen Rabbimiz sübetligen iken demek ictimai hayatımızdaki ahlakninki qanchalik muhim ekanligini ko'rsatdi bu hamda. Shunga Rasulullahninki o'zining sahobalari emas, dushmanlariga mi qilgan uning siratiga qaraydigan bo'lsak, o'qiydigan bo'lsak, oldida nurg'un inson shu go'zal axloqidan ta'sirlanib musulmon bo'lib ketgan. Ve tariximizde şu musulmonlarning şu payg'ambarni o'rnak olgan Allohning buyrug'i va chunki sizlarga eng yaxshi o'rnak Rasulullohda deb bizga ko'rsatdi. Şu payg'ambarni o'rnak olgan ni musulmonlar ta bugungi davrimizgacha şu payg'ambarning orqasidan mangan musulmonlarning go'zal axloqidan kofirlar ta'sirlanib islomga kirganlar va kirdi va ta qiyomat qoyim bo'lguncha nurg'unlar şu go'zal axloqning natijasidan kirgan gapimdi. Shuning uchun bu intayin
muhim hayatımızda, şunda her saharimizde özümüzni İslam'ın ruhiga körsetmesiga asasen miňaşymız bizni dünya ahiretde baxt saadetke erişişimizge sebep boludu. Rabbim hemmemizni nasip kılsın. Bu mübarek aylada özümüzni özgertip ýeňiden bir ýypýaňy halatda heytini tepişqa erişişke müýesser kılsın dep tileymiz. İcabetlik dualaryňlarda bizler üçin hem dua qylyp goşuňlaryny ümit kılymyz. Äte okşaş saatde görüşükçe Rabbim ömür verse aman bolgaçlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi taala ve berekatuhu.